Radarlar bir kunda qancha topadi? O'zbekistonda radarlarning soni taxminan 3000 tadan ko'p ekan. Ularning turlari lochin, kordon, avtokan va menimcha endi bunisi ortiqcha. Bitta shtraf puli ba'zilarga obed puli bilan teng bo'lishi mumkin. Lekin kira qilib yuradigan odamlar uchun bu bir kunlik ish haqqi. O'zbekistonda radarlar qancha topishini aytishimdan oldin podpiska tashab qo'yinglar. Statistikaga ko'ra 2023-yilda 1,5 trillion so'm radarlardan tushgan shtraflarga to'langan ekan. Buni 365 kunga bo'lsak, 4 milliard 109 million so'm bo'lar ekan. Tushunishinglar uchun bu bir kunda 319 ming dollar degani. Bu topilgan pullar bilan O'zbekiston infrastrukturasi rivojlanadi va avariyalar soni kamayadi. Qoidabuzarliklar ko'pincha yo'llarni qisib ketish, talashish, surishish oqibatida kelib chiqadi. Menimcha yo'llarda hamma bir-birini hurmat qilib yursa, shtraflar soni kamayadi. Voy, yur yashil yondi. Yur. Bu videoni har doim radarlarga tushadigan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.